Assalamu alaikum. Bütün dünyanın her qaysi yerlerdeki Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Türk, Türkmen, Azer ve başka barlık Türkiye kırımdaşlarına. Biz bugün Amerika paytaxtı Washington'da yaşayan Uygur cemaati, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Amerika paytaxtı Washington'da turuşluq baş elçixanası aldığı topluşup 10. ayının 6. günü yani tünügün Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Amerika ve Garip dünyası oturup koygan Uygur meselesini muhakeme kılış karar naisiga karşı turuş bile taşlıqalık için biz bugün Uygur cemaati bununla narazılık bildirip turupdimiz. Kazakistan ve Özbekistan büyük bir devlet. Kazak ve Özbek halkı tarihi, medeni, akıllık, batur bir millet. Biz ularını söyimiz, ulardan fəxrlərimiz. Biz neçə əsrlərdən beri ular bilen oxşaş medeniyet, oxşaş til, oxşaş din, oxşaş ırıq, oxşaş itiqad bilen birbirimizi qollab, tərəqqi qilib, neçə 100 yıl, neçə 1000 yıl, neçə əsrini başını geçirip bugünkü günə geldik. Ama Sovet İttifaqı yemirilib, Orta Asiya Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyeti müstakil bolğandan keyin Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan qataraq Türkiye Cumhuriyetler Uygur'un müstakillik yolunu itirdiğen, Uygurlarını terörçi, 3 yıl köç dep qaraydigan Şanghay Emkeri Teşkilatı'na a'zo bolup Uygurlarını bak gücü bilen çekledi, karşı turdu. 2017 yılı Xitay Kompartiyası Uygurlarga karşı irqiy qirg'inchilik siyosati o'tirib qo'ygandan keyin Kazakistan ve Özbekistan BDT'da cami 10 qatımdan artıq Uygurlarını davamlı qirg'in qilishni qo'llab, Xitoyni himoya qilib bilet tashladı. En qabul qilib bo'lmaydigan ichinishlik, nomussizlik yeri shuki, 2022 yılı 31 Ağustos'ta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özü Xitoy Uygurlarga karşı insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb doklad chiqardi. Mushu doklad chiqargandan keyinmi tünügün Özbekistan bilen Kazakistan hiç bo'lmasa bilet tashlashni voz kechsa bo'ladi. Ammo ular butkul dunyodagi g'arib, Hristiyan, Yevropa elleri Uygurning meselesini muhokama qilaylik deb ataydan tashabbus qilayotgan vaqtida o'zimizning milliy diniy qirlashimiz bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston United Nations'da supported China Xitoyni qo'lladı. Bu biz uchun, butkul Türkiye milletler uchun, dünyadaki qirg'inchilikning dardini tatiyotgan barliq Uyg'ur qardoshimiz uchun qabul qiluvsiz, menga unutmaydigan tarixiy jinoyat hisoblanadi. Biz buni menga unutmaymiz. Bu şerefsizlik, bu numussizlik. Biz Özbekleri yaxshi ko'ramiz. Medeniyetimiz ortak, hemminimiz ortak. Kazaklar bilen biz hoşna. Ular igri kunlar kelgan chaqda, Çar Rossiya ularni bisib olganda, Mongollar tajovuz qilganda, Xitoylarning zulmi qo'shilgan vaqtda biz Uyg'urlar dast turib, ularni qo'llagan edik. Ular mustaqil bo'lgan vaqtda biz Sharqiy Turkiston Uyg'uriston turib, ular uchun javob chaqirgan, xo'sh bo'lgan, memnun bo'lgan edik. Biz Kazak, Kırgız, Özbeklerden ayrılmayız deb, özümüzden devletimizin ismini Uyg'uriston deyishdan ensirab, qarindoshimizning ko'ngli kelmasin deb, devletimizin ismini Sharqiy Turkiston degan edik. Bu hala bugün gün kelgan chaqda dünyadaki en ah ko'ngil, bechora, samimiy, durust xalqni bishigan bu yig'ri kun kelgan vaqtida O'zbekiston va Qozog'iston Uyg'urlarning o'limiga sherik bo'lyapti. O'zbekiston ve Qozog'iston shuni bilsinki, biz Uyg'ur xalqi yolg'iz emas. Dünyanın her qaysi yerida 2 milyon xalqimiz bor. Bular azadlık uchun, erkinlik uchun, inson haqlari uchun, demokratiya uchun, kişilik huquq uchun bir jangchi. Ular fidoyi, bizning qo'limizdan g'oyat zo'r kuch bor. Biz Xitoyni qo'llagan har qanday davlatni sharmanda qila olamiz. Xitoy bilan hamkorlashgan har qanday bir davlatni yetim qoldira olamiz. Bizning qo'limizda media bor. Dünya xalqi bizni qo'llayotdi. Amerika va Yevropa ittifoqi bizni qo'llayotdi. Agar Qozog'iston va O'zbekiston o'zining Xitoylar bo'lgan numussizlarcha hamkorlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz buni ikki turli tushunib qilamiz. Birinchi, Qozog'iston va O'zbekiston bu numussizlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz butkul dunyo bo'ylab necha million xalq hamkorlashib turib, bu ikki davlatning o'z qirg'inchiliklarni butkul dunyoga bildiramiz. Ularning erkin, demokratik taraqqiy qilgan Yevropa ellerida, G'arbda, Amerikada yuzi bo'lmaydi, inoat bo'lmaydi, ularni hech kim qo'llamaydi.
Hiç qanday bir davlat ularga büyük insanlarcha hürmetler çıkarmaydı. Ularga no respect. Buningdiki hiç qanday hürmet, baraber degan narsa mavjud emas. Buni bilish kerak, bizning qo'limizdan keladi. O'tgan 5 yilda biz dunyodagi eng kichik imperiya Xitoyning yuzini yerga urdik, rasvo qildik, sharmanda qildik. O'zbekiston, Qozog'iston davomli qo'lza qilishni biz o'xshash qila olmaymiz. Bizning qo'limizdan keladi. Biz sizlarni qarindishimiz dedik. Sizlar qarindishimiz desanlar, biz sizlarga qarindosh emaslikdan qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz. Bu birinchi. Ikkinchi, biz Uyg'urlar navbatda Uyg'urlarning qo'lda qiladigan bir qism tadbirlarni ishlatib turib, Yevropa, Amerika qatorliq davlatlar ve Dünya Bankası Özbekistan, Kazakstan'a berayotgan iqtisodiy yordamlarni milyard yordamlarni to'xtatishning amalini biz qila olamiz. G'arb dunyosi, Yevropa ittifoqi Qozog'iston va O'zbekistonning Xitoyning qo'yniga o'zini atqanligiga qarab turmaydi. Ular g'azablandi. Qozog'iston bilan O'zbekistonning turgan qarori butkul dunyoni g'azablantirdi. Sizlar sosyal media qarab boqinglar. Tungi Twitter'da Qozog'iston degan ism birinchi numurli holda muhokama qilindi. 7000'den artık tweet 2 saat içinde itilip, Kazakistan özünün kırındaş halkı Uygurlarını setip, Xitoyla hamkorlashib butkul dünya to'lib ketdi. Mana uni biz qildik, biz Uygurlar qildik. Agar Qozog'iston bilan O'zbekiston o'z sharafini qaytarmasa, biz ularni qaytaramiz. Oxirgi so'zim, biz bugun faqat Uygurlar uchun yig'ilmadik. Biz Sharqiy Turkiston, Uyg'uristondagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va boshqa millatlarning huquq uchun jam bo'ldik. Biz fakat Uygurlar uchun emas, Qozog'iston va O'zbekistonning bundan keyingi mustaqillik uchun jam bo'ldik. Agar Qozog'iston va O'zbekiston uyg'onmasa, Xitoy keyingi 5 yilda, 10 yilda bu davlatlarni yutib oladi. Iqtisod va bir yo'l siyosati bilan bu davlatlarning barliq siyosatlarini, barliq hukumat o'rinlarini, iqtisodiy sohalarni monopol qilib oladi. Bundan biz ansiraymiz. Buningga yuragimiz og'riydi. Chunki bizdan Qozog'iston va O'zbekistonning mustaqilligini Xitoyga yo'qotib qo'yishni ko'rgimiz yo'q. Biz xohlamaymiz. Bu qirlashimiz mustaqil bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlar Xitoyda o'zinglarni tortinglar. Xitoy biz bo'lganligimiz uchun sizlarni aman qo'ydi. Agar Uyg'urlar yo'qolsa, keyingi nishon Qozog'iston va O'zbekiston bo'ladi. Aziz qarindoshlar, biz Qozog'istondagi O'zbekistonga qirlashimizning bexatarligi, amallik uchun duo qilamiz. Ular yetadimiz, ular shu davlatning qonun siyosatiga rioya qilib, shu davlatni himoya qilyapti, faqat o'zining madaniyati, kimligi, tili yashayapti. Ular hech qanday aralashmadi. Ammo bizim umid qilamiz, dunyoning har qaysi joylaridagi erkin davlatda yashayotgan Uyg'urlar shu bechora xalqimizning gap qilamagan xalqimizning ovozini yetkazish kerak. Vatanda 5 million Uyg'ur xalq o'lyapti. Bosqinchilik uchrayapti. Qirg'in qilyapti. Milyon insonlar o'lyapti. Erlarimiz qul bo'lyapti. Bolalarimiz ota-onalaridan ayrilyapti. Biz bunga rozi emas. Uzbekistan must stop supporting Chinese genocide of Uyghurs. Uyghurs and Uzbeks, Kazakhs are brothers.